Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondi ma'rif va tashviqot bo'limi tarafidan tayyorlangan bir yurish golland tili darslarimizga xush keldingizlar. Biz bugun 4-dars Wanneer heb ik les, ya'ni mening qachon darsim bor degan darsni o'rganib o'tamiz. Darsimizning teksti shu. Biz bugungi dars orqali har xil kunlar jihatdagi sözlükimizni aşırmız. Yani ondan keyin mening dersim saat manchadan manchagacha degandek mushta ifodalash shakllarini o'rganib o'tamiz. Qadamsa diqqatinglar darsimizda bo'lsin, tekstimiz kelayli. Yani wanneer heb ik les, yani wanneer qachon, heb bar ik les, yani mening qachon darsim bor deydi. Bu yerda ik o'g'achqa mas holda heb kelyotidi. En de cursus begint op maandag 24 augustus. Yani de cursus, yani cursus degan bu isim de artikul tilga isim bo'lg'achqa de kelyotidi. Biz mushu de het artikullarning ishlatilishini grammatika darsimizda o'rganib o'tdik-ku. Shunga bundan keyin sizlar mushu jumlalarda shu artikullarga diqqat qilinglar. Undan har bir ismni o'rgangan vaqtinglarda cho'qim masalda keladigan artikelni qo'shib o'rganishga diqqat qilinglar. Yani de cursus begint op maandag 24 augustus. 8 ayning 24 kuni dushanba op tata o'sha kunlarning oldiga op degan bog'lovchi keldi. Shunga diqqat qilinglar. Yani bu kurs 8 ayning 24 kuni dushanba boshlandi. And the cursus eindigt op vrijdag 18 september. Yani 10 ayning 9 ayning 18 kuni juma oxirlashadi. Men 9 10 deb xato yozib qo'yibdim. September degan 9 ay. Endi menda ikki muhim fe'l bor. Beginnen boshlamak, eindigen oxirlashtirmak, oyoqlashmak. Yani ikkisi bir-biriga qarama-qarshi ma'nolik so'z. Ondan fe'llarningki burunqi darslarimizda soatlik darsda eskartib kelyapmiz. Şu fe'llarningki shaxs zamon shakllari to'g'risida inshaalloh 5-darsdan boshlab maxsus fe'llarning grammatikasini boshlaymiz. O vaqtda sizlar uchun texmo tushunishli bo'lishini umid qilaman. Lekin hozir men har bir soatlik darsda bir fe'lningki har qaysi shaxsning birlik ko'plik shakllarini bilib qo'yapman. Shunga diqqat qilib o'rganishga ahamiyat beringlar. Mesela ik begin, jij, hij, u, zij begint. Yani ikinci, üçüncü şahs birlik begint. En bütün birinci, ikinci, üçüncü şahs köplik beginnen. Şuna mijn les begint om 9 uur. Dersim saat 9'da başlandı. Yani eindigen, mijn les eindigt om 12 uur. Saat 12'de ahırlaşıdı degendek. Ondan tekstninki o'tirida bir dars setkisi var ekan. Ochtend, tushdan burun, middag, tushdan keyin, maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag deb tushdan burun 9dan 10gacha dars var ekan. Tushdan keyin 2dan 4gacha. Şuna bütün kunlarni bilib qo'ydim. Buni yodlab o'rganinglar. Maandag, dushanba, dinsdag, seshanba, onsdag, chorshanba, donderdag, payshanba, vrijdag, juma, zaterdag, shanba, zondag, yakshanba, en vandaag, bugün, morgen, ata, gisteren, tünügün, eergisteren, ülüşgün, overmorgen, ögünlükke, Ondan şembe ve yekşembe günü hepti ahırı tabi weekend deymiz. Weekend hepti ahırı. Dorde weeks hepti içi, yani düşenbeden cuma gücü boğan arlıqını görüstüdü. Mesela ilk verek dorde weeks desek, ben hepti içi işleyme dep, yani fakat düşenbeden cuma gücü işleyme, şembe yekşembe aramalıma degeni bildirdi. En overdag kündüzü, ochtend etigen, middag düştüğünken afond geç, en nacht kecha. Yani bu hem köp işletildiğin bir sözlükler, şuna yadılıb alsanglar buldu. Hem tekstin ahırı kelayli, wanneer hebben jullie les? Yani sizlarning qachon darsinglar bor? Miyada buni jullie kelgachga mas holda hebben kelayotidi. We krijgen elke dag les. Yani biz
Krijgen, aldıran krijgen degan sözünü öğrenip öteylik. Krijgen deganning ma'nosi erişmek, ega olmak. En her xil shaxs shaklları ik krijg, jij, u, hij, zij krijgt, wij, jullie, ze krijgen. En bu gündelik turmuşdan bek köp işletildiğin fe'lning birisi. Qanday vaqt işletimiz desek, mesela les krijgen, dersga erişmek, dersga ega olmak, yani ders almak demekçi. Ondan boete krijgen, jarimani almak, jarimani boete, kado krijgen, soğatga erişmek, soğat almak degandekçi. Endi mana tekstdagi cümlemizga qaytib kelsak, we krijgen elke dag les, yani biz her günü ders var bizga, behalve op woensdag. Yani behalve op, behalve degandan dindan başqa, yani çarşambıdan başqa her gün dersimiz var. Fakat çarşamba yok. Lekin düşenbe, seyşembe, peyşembe, cuma dersimiz var demekçi. Dus 4 dagen per week, yani şunlaşqa 4 dagen per week her haftada 4 gün, yani 4 deb köplük birden başqa hammasi köplük boludu. Kelgetga şunu dagen deb masalda ismninki köplük şekli kelyapti. Eğer bir gün demekçi olsak in dag deydik. Lekin 2 dagen, 3 dagen işte deymiz. En we hebben 2 maal per dag les. Yani we hebben bizde var 2 maal 2 qitim per dag. Her günde 2 qitim ders var deydi. In de ochtend, ettigende en in de middag tushdan keyin. Yani tushdan burun ve tushdan keyin bir günde 2 qitim dersimiz var deydi. En tekstning oxiriga kelsak, hoe laat beginnen de lessen, yani hoe laat saat qanchada beginnen başlaydı de lessen, dersler. Yani cümlenin ikisi mi ya da masalda de lessen, dersler deb köplük olğaçqa, yani les bir ders, lessen dersler. Şoň masalda xäbiri hem beginnen deb köplük şekilde kelyapdy. Biz bu beginnen degan fe'lni burun öğrenip ötken, şoň bu ýerde tepsili şahs zaman şekillerini türlemeymiz. En s'morgens, yani ettigende, yani s'morgens ettigende in de ochtend degan gap şu. Ettigende begint de les, başlandı ders 9 saat 9'da. Yani ettigende ders saat 9'da başlandı. En s'middags, en tushdan keyinde 2 saat 2'de başlandı. Ve beginnen biz başlayımız precies degan del op tijd. Yani biz del vaqtida başlayımız. Niemand, yani niemand, hiç kim komt te laat. Yani hiç kim komen kelish te laat. Hiç kim, yani hiç kim ya da niemand deganning o'zi ham cümleni bulutsuz kıldığan bir söz. Meyadaki niemand komt te laat. Yani hiç kim kelidu emas, belki hiç kim kelmeydu degeni bildirücü. Bu şu niemand degan lam özü bulutsuz kılıdu. Yani biz tushdan keyin saat 2'de dersini del vaqtida başlaymiz. Hiç kim kechikib kelmeydu deydi. Andan bu cümlede sizlar diqqat qilishlik bir nokta om degan aş op in deganga o'xshash bir bog'lig'ichi om vaqtning oldiga keladi. Om 5 om 9 om 6 debchi soat 6'da, 5'da, 4'da desek om keladi. Burun opni o'rgangandik, op qanday vaqt keldi, op station, op school deb. Andan inchu in Nederland, in Amsterdam, in Utrecht deb o'rgandik. Şoňa mushu bog'lig'uchilarni her qitim ko'rgan vaqtinglarda vaqtning oldiga ma'lum keldik, o'rin joyning oldiga ma'lum keldik deb masalda cho'qim yodlab o'rganishinglar muhim. Endi tekstning davomiga kelaylik. Hoe lang duurt in les, yani miyadagi fe'l duren. Durenning ma'nosi davomlashish degan ma'nosi bor, davomlashish. Mesela de oorlog duurt 10 jaar desek urush 10 yıl davomlashadi. De kursus duurt 3 maanden desek kurs 3 ay davomlashadi degandek işte.
davamlaşıyotgan bir iş hareketga ishlatamiz. Yani how long dört inless, yani bir ders qanchalik vaqt davamlaşıdı deydi. Si o'qitins inür, yani atdiganda bir saat. Si midags düründe lesson tüvi ür. Tushdan keyinda darslar 2 saat davamlaşıdı deydi. Yani diqqat qilinglar, masalda cümlenin egisi the lesson bo'lganligi uchun dürün deb ko'plik shakli kelyotidi. Va birinchi cümlede how long dört in less. In less deb birlik bo'lg'achqa masalda birlik shakli kelyotidi. Tekstning davomi what dun Yuli tusen the lesson, yani what dun qilmoq, Yuli yani sizlar nima qilasizlar, tusen orliqida the lesson, darsning orliqida nima ish qilasizlar deydi. Dan yani u vaqtda luisteren ve yani anglaymiz biz ve deb cümlenin egisi köplik bo'lg'achqa masalda luisteren deb, yani biz anglaymiz deb masalda köplik shakli kelyotidi. Narda kassettes, yani unalg'ulintisini anglaymiz. And leren ve the texten for the middag. Yani leren ügünümüz biz the texten tekstlarni for the middag. Tushdan keyingi darslar uchun tekstlarni o'rganamiz deydi. Endi bu cümlede o'rganadigan fe'l luisteren deganning anglash degan ma'nosi bor. Hem bu kundalik turmushdan pek ko'p ishlatiladigan fe'lning birisi. Ik luister, men anglayman. Jij, u, hij, zij luistert. Siz anglaysiz, u anglaydi. Wij, jullie, ze luisteren. Biz anglaymiz, sizlar anglaysizlar, ular anglaydi. Mesela ik luister elke dag naar de radio. Men her gün radio anglayman deb. Anda bu luisterini o'rgangan vaqtda diqqat qiladigan bir nuqta, luister naar. Yani burungi soatlik darslardan so'zlagandim, mushta fe'llarning o'ziga mos holda keladigan bir bog'lovchi bo'ladi, ko'p jiq fe'llarning debchi. Masalan, birinchi soatlik darsda ik kom out deb o'rgangandik. Endi luisteren naar. Luisteren ishlatgan vaqtimizda doim naar degan bog'lovchini biriga ishlatamiz. Shunga jumla, masalan, ik luister elke dag de radio desek, grammatikalik qurilmish jihatdan to'g'ri bo'lmagan bir jumla bo'lib qoldi-ku. Agar ik luister elke dag de radio desanglar, gollandiyaliklar tushundi, lekin grammatikalik qurilmasi to'g'ri bo'lmagan mukammal jumla bo'lmay qoladi. Yani tekstning davomi en s'avonds, yani kechgacha, dan leren we thuis de teksten voor de volgende les met de cassettes. Yani dan o vaqtda leren o'rganamiz biz thuis uyda de tekstlarni for the volgende les. Yani keyingi ders uchun volgende keyingi degan ma'nosi bor. Yani keyingi ders uchun met de cassettes ders tekstni unalg'ulintisi bilan birga o'rganamiz. Krijgen jullie in het weekend geen les? Yani sizlar hafta oxiri darsga egolmamsizlar. Yani demek yo'qni, hafta oxiri sizlarning darsinglar yo'qmi? Nee. Yo'q. Op zaterdag en zondag, yani shanba va yakshanba kuni is geen les. Yani shanba va yakshanba kuni dars yo'q. Op zaterdag en zondag opga diqqat qilinglar. Kunning aldiga op keldi degandik, op maandag, dinsdag. In het weekend, yani in het weekend, hafta oxirida inga diqqat qilinglar. Het weekend degan het artikel keldigan ism. Sizlar artikellarning qoidasini o'rganib bo'ldinglar. Buningdan keyin bu jumlalarda alohida diqqat qilib, ishiltish usuliga diqqat qilib, tixinbek o'zlashtirilishinglar muhim. Şu in het weekend hafta oxirida werken veel mensen niet. Yani hafta oxirida jiq odamlar werken xizmat qiladi, lekin bu yerda niet degani werken niet bo'lishsiz jumla qiladi. Hafta oxirida jiq odamlar xizmat qilmaydi deydi. Men keyingi soatlik darsda shu bo'lishsiz qiladigan niet bilan xin degan ikki söz var. Şunun grammatikasini ayrim so'zlab beraman. In het weekend werken veel mensen niet. Yani hafta oxiri jiq odamlar ishlamaydi degan ma'noda.
Beyna ideren izdan frey. Yani beyna asasen ideren her bir kişi hem adem frey. Yani bika. Hatta ahri asasen hemmeden bika işlemeydi o deydi. Yani bugünkü tekstimiz şu. Mana bu tekstninki tercümesi. Sizler tekstga silishtirib, yani qayta ko'rib, mashq qilasizlar bo'ldi. Bugungi so'zlikimiz bugun bütün kunlarni, andan kunlarga doir ata, o'gun, tunugun degan so'zlarning hammani so'zlikka qatib qo'ydim. Andan oylarning ismi, buni o'tgan soatlik darsda qilib bo'lgan, lekin bugun yana bir qitim qatib qo'ydim. Andan tekstdagi boshqa yangi so'zlarning tercümesi. Şimdi dersimizin ahir kısmında bugünkü idiom ve hudut, hud ontumut. Yani ve diyen kim, hud yaxshi, dut qilish, ontumut uchrashish, ko'rishish. Yani kim yaxshi qilsa, kim yaxshi qilsa, yaxshilik bilan uchrashidi deb, yani bizning tilimizdagi yaxshilik yerda qolmas. Kishiga yaxshilik qilsang, yaxshilik yanar degan maqol tamsiliga mos keldi. Ve hudut, hud ontumut. Allah hemmimizni her vakit yaxshi ishlarni qilg'uchilardan qilsin. Bugungi dars mushunchalik. Ma'qul bo'lsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.